Ibodati Islomiya, Ahmad Hodiy Maqsudiy. E'tiqod va amalga oid boshlang'ich tushunchalar. Tafakkur va tashakkur. Tafakkur va tashakkurning ta'rifi qanday? Fikr va shukur qilish demakdir. Borliqdagi jamiki mavjudotni yaratishda Alloh taoloning beqiyos qudratini fikr yordamida ko'ramiz va shukur qilamiz. Fikr qilish lozimmi? Albatta lozim. Alloh yer va osmonlarni o'zi izniga solib harakatga keltirdi. Insonlarni yo'nalishga soldi. Insonlar rohatlanishlari uchun qora tuproqdan gul va giyohlarni undirib chiqardi. Allohning qudrati bilan barcha mavjudot tug'ilmoq, yashamoq va o'lmoq jarayonidadir. Butun olamlar yo'qdan bor bo'ldi va insonlar mana shu borliqni anglash qudratiga ega bo'ldilar. Bizning so'zlashimiz, ko'rinishimiz, eshitishimiz, hid sezishimiz bularning bari mo'jizadir. O'z tanimizga g'oyatda muvofiq ravishda qo'l-oyog'imiz va ichki a'zolarimiz bor. Yuragimizning urib turishi ham Allohning borligiga, qudratiga dalolatdir. Yaratilgan har bir ne'matning ajoyibligi Alloh taologa har qancha shukrona aytmoqqa yetarlidir. Dunyodagi har bir g'aroyiblikni ko'rganda ushbu tarzda zikr qilish lozim. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbar. Farishtalar. Farishtalar kimlar? Ular ham Alloh taoloning bandalaridir. Ular doimo ibodat qilguvchi va har bir buyruqni nihoyasiga yetkazuvchi, gunohlardan xoli, yemoq-ichmoq kabi sifatlari yo'q, jinslari ham yo'q, jismlari esa nurdan, o'zlari shamoldek mayin, ammo ko'zga ko'rinmaydigan, agar ko'rinishni istashsa, ixtiyoriy suratda ko'rinishga qodir zotlardir. Ularning makonlari qayerda? Ko'proq osmonda, faqat Alloh taoloning buyruqlarini bajarish uchun yer yuziga tushadilar. Yer yuzida har bir bandaning qilgan amalini yozib turguvchi farishtalar ham bor. Ular bandalarning yaxshilik va yomonliklarini amalnomalariga yozadilar. Qiyomat kuni inson shu nomalarga qarab taftish qilinadi. Yana yer yuzida har bir bandani ofat va falokatdan saqlab yuruvchi farishtalar ham bor. Farishtalarning mashhurlari qaysilar? Jabroil, Mikoil, Azroil, Isrofil kabilardir. Hazrati Jabroil Alloh taolodan payg'ambarlarga vahiy keltiruvchidir. Hazrati Mikoil bandalarning rizqlarini ta'minlovchi, yomg'ir va qorlarga hukm qiluvchidir. Hazrati Azroil qazosi yetgan bandalarning jonlarini olguvchidir. Hazrati Isrofil bandalarning jonlari turadigan surga vakolatdir. Hazrati Isrofil surni nima qiladi? 2 marotaba chaladi. Birinchi bor chalganida barcha jonzot ushbu sur ichiga jam bo'ladi. Ikkinchi bor chalganida barcha halok bo'ladi. Har kim surdan chiqib o'z jasadini topadi va shu jasadga kirib, so'ngra qabrdan qayta tirilib, yer yuziga chiqadi. Bu voqealar zamon oxir bo'lganda sodir bo'ladi. Payg'ambarlar. Payg'ambarlar kimlar? Allohning biz kabi bandalaridir. Ular ham Odam alayhissalomning farzandlari bo'lib, tug'ilishidanoq Allohning panohi va himoyatidagi oqil va jismonan sog'lom, haqiqatgo'y va taqvodor, nuqsonsiz bo'ladilar. Ular qay tariqa saylanadilar? Jabroil alayhissalom orqali vahiy yuboriladi. Payg'ambar ushbu hukmlar kuchi bilan bandalarni haq dinga boshlaydi. Bandalar payg'ambarlarning so'zlarini qanday qabul qiladilar? Birdaniga qabul qilmaydilar, dalil so'raydilar. Bunday holda Alloh taolodan mo'jiza so'raydilar. Alloh xaloyiqning talabiga muvofiq mo'jiza ko'rsatadi. Shundan so'ng xaloyiq payg'ambarning haqligiga ishonadimi? Zehni o'tkirlari va insoflilari ishonishadi, yomon xulqlilari esa ishonmay, uni sehr deydilar. Aksar insonlar dillarida ishonadilar-u, kibrlari bois itoat etishga or qiladilar. Payg'ambarlarning mo'jizalari. Payg'ambarlarning mo'jizalari qay tariqa bo'lgan? Ba'zi payg'ambarlar duoning kuchi bilan tosh ichidan tuya chiqargan. Ba'zi payg'ambarlar olovga tushganda ham zarar ko'rmaganlar. Ba'zilari tushlarni to'g'ri ta'bir qilganlar. Ba'zilarining qo'lidagi aso ajdarhoga aylangan. Ba'zilari o'liklarni tiriltirganlar. Ba'zilari oz taomni bir necha 100 kishiga yetarli barakali qilganlar. Ba'zilari bilan hayvonlar tilga kirib so'zlashgan.
Ba'zilarining qo'l ishorasi bilan oy 2 bo'lakka bo'lingan. Bularning bari haqida kitoblarga batafsil bayon qilingan. Payg'ambarlarning sanog'i. Hazrati Odam alayhissalomning zamonlaridan beri dunyoga qancha payg'ambar keldi? Aniq ma'lum emas. 124 ming degan taxmin bor. Ularning qaysilari bizga ma'lum? Ulardan Qur'onda yo hadisda zikr etilganlargagina bizlarga ma'lum. Qur'onda 25 nafar payg'ambarning ismi bayon qilingan. Bular Odam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Lut, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuayb, Muso, Horun, Dovud, Sulaymon, Yunus, Ilyos, Zakariya, Yahyo, Alyasa, Zulkifl, Iso, Muhammad sollallohu alayhi vasallamdir. Aziz Luqmon va Zulqarnayn hazratlarining nomlari ham Qur'onda bor. Lekin ularning payg'ambarliklari taxminiydir. Ba'zilar ularni avliyo deb hisoblaydilar. Qur'onda zikr qilinmagan, lekin nomlari ma'lum bo'lgan payg'ambarlar ham bormi? Bor. Masalan, Shish, Yusha, Xizr, Bashir, Boniyol, Ishmoil, Ashiyo, Hiroqul, Jirjis, Jaquq, Hamzola kabilar. Eng dastlabki payg'ambar kim? Hazrati Odam alayhissalom. Oxirgisi-chi? Muhammad alayhissalom. Muhammad alayhissalomdan so'ng yana payg'ambarlar tushdimi? Qiyomat kunigacha o'zga payg'ambar chiqmaydi. Islom dini to qiyomatgacha boqiydir. Jami payg'ambarlarning tarixiy bayonlari Qissas ul Anbiyo, payg'ambarlar qissasi nomli kitobda bitilgandir. Alloh taoloning muqaddas kitoblari. Alloh taoloning kitoblari qanday kitoblar? Payg'ambarlarga nozil qilgan hukmlari to'plamidir. U kitoblarni Alloh taolo nima sababdan yuborgan? Din va shariat hukmlarini qavmlarga yetkazish va o'rgatish uchun. Payg'ambarlarga nechta kitob nozil qilingan? Jami 104 kitob. Odam alayhissalomga 10 varaq, Shish alayhissalomga 50 varaq, Idris alayhissalomga 30 varaq, Ibrohim alayhissalomga 10 varaq kelgan. Bu aytilgan 100 varaq 100 kitobga tengdir. Muso alayhissalomga Tavrot kitobi, Dovud alayhissalomga Zabur, Iso alayhissalomga Injil, Muhammad alayhissalomga Qur'oni Karim nozil qilingan. Ularda nimalar bayon qilingan? Va'z va nasihatlar, ibratli qissa va hikoyalar, duo va ibodat so'zlari bayon etilgan. Dunyo va oxirat obodligini topmoq yo'llari ko'rsatilgan. Ularda shariat hukmlari bir-biriga muvofiq keladimi yoki muvofiq kelmaydimi? Ko'plari muvofiq, ba'zilari xilofli. Nega xilofli? Chunki zamona va insoniyatning kamolot darajasiga qarab yangi hukmlar kelgan. Shu sababdan so'ng kelgan hukmlar avvalgi hukmlarga o'xshamaydi. Ammo eng so'nggisi, ya'ni Qur'oni Karimda kelgan hukmlar to zamon oxir bo'lguncha qat'iy va o'zgarmasdir. Qur'on, kalomi sharif. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Qur'on qay tariqa kelgan? Alloh taoloning amri bilan farishta Jabroil Muhammad alayhissalomga Qur'ondagi sura va oyatlarni bayon qilgan, xotiralarga singdirgan. Jabroil alayhissalom ketgandan so'ng payg'ambarimiz nozil bo'lgan oyatlarni sahobai kiromlarga yodlatganlar. Kalamulloh Muhammad alayhissalomga necha yil davomida kelgan? 23 yil davomida bobma-bob, oyatma-oyat, bo'linib nozil bo'lgan. Qaysi tilda bayon qilingan? Arab tilida. Qur'oni Karim necha sura va oyatdan iborat? 114 sura, 6226 oyatdan iborat. Unda necha so'z va harf bor? 77439 so'z, 325343 harf bor. Taqdir va qazo. Taqdirning ma'nosi nima? Olamda har bir bo'lgan, bo'ladigan va bo'lishi tayin qilib qo'yilgan o'lchuvdir. Qazoning ma'nosi nima? Tayin qilingan ishning bajarilishidir. Olamda bo'ladigan narsalar va qilinadigan ishlarning muddati avvaldan belgilanadimi? Albatta, har bir ishning qachon, qay tarzda, qanday sabablar bilan qilinishi va muddati avvaldan belgilab qo'yiladi. Ular Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilgan.
Lavhul mahfuz nima? Lavhul mahfuz osmonlar ustidagi kitobsimon mavjudliklardir. Bandalarning savob olishlari yoki gunohga botishlari lavhul mahfuzda bitilganmi? Albatta. Odamlar lavhul mahfuzda yozilgani tufayli savobga botadi yoyinki gunohkor bo'ladimi? Unday emas. Bu narsani Alloh taolo o'zining azaliy ilmi bilan biladi. Ya'ni biror banda agar o'z ixtiyoriga qo'yilsa, qanday amallarni qilmoqligi avval boshdanoq Allohga ma'lum va lavhul mahfuzga bitilgan. Lavhul mahfuzda avvaldan bitilgan ekan-ku deb bu dunyoda tek yuraverish, oxiratga hozirlik ko'rmasdan yotaverish, gunoh ishlarni bot-bot qilaverish mumkin ekanda? Hech mumkin emas. Har bir banda qunt bilan ilm olishi, ma'rifat o'rganishi, halol non topib yeyishi, gunohlardan to'xtashi lozim. Har ishni taqdirga havola qilib, o'z ixtiyoridagi ishlarni taqdirga topshirib qo'yishi ma'qul emas. Chunki taqdir oliy tushuncha, Alloh taolo belgilab qo'ygan o'lchovdir. Ammo bu dunyoda insonning o'ziga bog'liq qilib qo'yilgan jihatlar borki, bunga inson o'zi harakat qilishi kerak. Ajalning ma'nosi nima? Berilgan umr muhlatining tugashi. Biron ofat yoki boshqa sabab bilan o'lgan kishining ajalini nima deb bilmoq lozim? Ular tashqaridan qaralganda biror sabab bilan yoki tasodifan o'lganga o'xshab ko'rinsa ham, aslida ajallari yetib kelgani tufayli qazo qilganlar. Chunki inson umr muddati tugagani sababli ham tasodif va biror bahonaga yo'liqadi. Bandalarning fe'l-atvori. Bandalarning fe'li kim tomonidan belgilanadi? Bandalar o'z fe'llarini o'zlari yaratadilar. Alloh taolo ularga kuch-quvvat, ya'ni biror narsani ixtiyor etmoqqa kifoya qilguvchi iroda va ixtiyor bergan. Alloh taolo bandalarga yaxshi va yomon fe'llarni taqsimlab berganmi? Albatta, banda qaysi fe'l-atvorni ixtiyor qilsa, Alloh taolo unga o'sha fe'lni ravo ko'radi. Agar biror kishi o'z ixtiyori bilan savob ishni qilmoqchi bo'lsa, Alloh unga bu fe'lni bermoqqa rozidir. Agar gunoh fe'lni bandasi kasb qilsa, Alloh taolo rozi bo'lmaydi, lekin sinov muddatini bo'yniga qo'ygan holda uni o'z ixtiyoriga qo'yadi. Bandaning fe'lini Alloh belgilaydigan bo'lsa, bandalar bajargan yumushlari uchun savob yoki gunoh orttiradilarmi? Albatta, agar banda yaxshi fe'lni kasb qilsa, savob oladi. Mabodo yomon fe'lga yo'liqsa, gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo tanlash ixtiyorini bandalarning o'zlariga bergan. Zamonning oxiri. Zamonning oxir bo'lishi ma'nosi nima? Ushbu dunyoning oxirlashi va tugashidir. Zamon tugashining belgilari qanday? Yer yuzining jami mavjudoti odamzod va hayvonot, osmonda esa butkul farishtalar qirilib, halok bo'lishi zamon oxirining asosiy belgisidir. Zamon qay vaqtda tugaydi? Unga necha yil qoldi? Zamonning qachon va qay holatda tugashi yolg'iz Allohga ayondir. Biz faqat shuni ayta olamizki, har kuni va har lahzada qiyomat bo'lishining ehtimoli bor. Zamon tugamasidan avval uning qanday alomatlari ko'rinadi? Zamon tugamasidan avval yer yuzini faqat bir millat vakillari egallab oladi. Ammo islom davlatlari juda zaif bo'ladi. So'ngra o'sha qudratli millat ham zaiflashadi va o'zga qavmning tasarrufiga kirib ketadi. Musulmonlar esa taraqqiylashib ketadi. So'ngra yana jamiki odamlar ibodatsizlikka mubtalo bo'ladilar. Jabr va zulm ko'payadi. Zilzila, yerning cho'kishi, shaharlarni suv bosishi hodisalari ko'p bo'ladi. Vaboga o'xshash turli-tuman dardlar va dardmandlar ko'payadi. Tug'iluvchidan ko'ra o'luvchi ko'p bo'ladi. Erkaklardan ko'ra ayollarning hisobi ortiq keladi. Ba'zi ellarda to'qlik, farovonlik ortib, ba'zilarda qattiq ochlik hukm suradi. Mashriq tarafdan Yajuj-Majuj qavmi yer yuziga tarqaladi. Ular Mag'rib xalqlarining ustidan g'alaba qozonib, o'z hukmini, jabrini o'tkazadilar. So'ngra bir kazzob ko'pchilikni o'ziga tobe qiladi, fosiqlikni o'rgatadi. Uning ismi Dajjoldir. Dajjol haloyiqni yo'ldan ozdirib yurgan
Albatta, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qizlari Hazrati Fotima naslidan bo'lmish solih zot xalqni va'z va nasihat bilan fosiqlik va iymonsizlikdan qaytarib, yaxshilik va odillikni targ'ib qiladi hamda qo'shin to'plab Dajjol qavmiga qarshi jang qiladi. U zotning ismlari Mahdiydir. O'sha vaqtlarda osmondan Iso alayhissalom yerga tushib, Hazrati Mahdiyga yordam beradi. Ushbu urushda Dajjol halok bo'ladi va askarlarning ham askari qirilib ketadi. Qolganlari Hazrati Iso bilan Mahdiy tobelikka o'tadilar. O'sha zamonda Iso bilan Mahdiy adolatli hukumat o'rnatib, bir necha yillar osoyishta yashaydilar. Ezgu niyatli kishilar ko'payadi. Xazina va chorva mollari juda barakali va ziyoda bo'ladi. Davlatmandlar ko'payadi. Hatto zakot va sadaqa oluvchi kishi topilmaydi. So'ng yana kishilar iymonsizlik va gunoh tomonga yuzlanadilar. Keyin esa g'arb tomonda sovuq shamol qo'zg'alib, mo'min va musulmonlarni ado qiladi. Yer yuzida faqat iymonsiz, gunohkor kishilar qolib, hamma tomonni bulg'alaydilar va nihoyat Alloh taoloning hikmati bilan quyosh teskaridan, ya'ni mag'ribdan chiqadi. Ushbu kun dunyoning so'nggi kunidir. Ushbu kungacha tavba qilib qolish kerak. So'ng tavba tazarrular qabul etilmas. Yer yuzini dud bosib, har tirik kishining hushi yo'qolur. So'ng farishta Isrofil surni chalib, jondorlarning tanasidan joni chiqishiga ko'maklashadi. Qattiq shamol turib, yer yuzini xarobaga, dashtga aylantiradi. Alloh taolodan o'zga biror tirik narsa qolmas. Qiyomat kunining sharhi. Dunyo maxluqoti tamoman halok bo'lgandan so'ng nima bo'ladi? Undan so'ng qiyomat boshlanadi. Alloh taolo odamlarni qaytadan tiriltiradi. Qabrlardagi va boshqa joylardagi o'liklar Alloh taoloning qudrati bilan bir joyga yig'ilib, xuddi tirik vaqtlardagidek to'planishadi. So'ng Alloh taolo Isrofil alayhissalomga surni ikkinchi marotaba chalmoqni amr qiladi. So'ng har bir banda mahshar maydonida jam bo'ladi. Mahshar maydoni qanaqa maydon? U bandalarning o'tkinchi dunyoda qilgan amallarini hisob va taftish qiladigan joydir. Mahshar maydonida qanday ishlar bo'ladi? Har bandaga o'tkinchi dunyodagi amallari yozilgan daftar berilib, u amallarning har biri o'ziga ma'lum qilinadi va har kimning amali to'g'rilik, odillik tarozisi bilan o'lchanib, jannat va do'zax ahllari saralanadi. Mahsharda bandalarning amallarini kimlar hisob va taftish qiladilar? Alloh taolo tarafidan buyurilgan vakil farishtalar. Hisobotdan so'ng bandalar qaysi yerga borishadi? Jahannam ustiga qurilgan Sirot ko'prigining yoniga boradilar. Sirot ko'prigidan kimlar o'tmoqqa qodir? Har bir solih va gunohlari kechirilgan mo'min zotlar. Ammo undan o'tolmagan gunohkorlar Sirot ko'prigidan qulab jahannamga tushib ketadilar. Jannat va jahannam. Jannatning ta'rifi qanday? Jannat rohat va farog'atga to'la. Unda xushhavo bog'lar, zilol chashmalar, til bilan bayon qilib bo'lmas afzalliklar bor. Jannatdagi eng mo'jizaviy va hayratlanarli voqea nima? Jannat ahlining Alloh diydoriga yetishmog'i. Ammo Allohni biz qay tariqa, ya'ni qay ko'z bilan ko'rmog'imiz ma'lum emas. Jahannam qanday makon? Jahannam qabohat va razolatga to'la azoblar makonidir. U joyda Zaboniya ismli farishtalar kofirlar va gunohkorlarga ayovsiz jazo beradilar. Jannatga kimlar kiradi? Bu o'tkinchi dunyoda Alloh buyurgan amallarni bajarib, u zot taqiqlagan ishlardan qaytdan diyonatli va gunohlari kechirilgan mo'min bandalar kiradi. Jahannamgachi? Kofirlar va fosiqlar. Kishilar jannatda doimiy qoladilarmi? Jannat ahli boqiy qoladi va unda qazo-yu qadar yo'qdir. Jahannamga kirganlarchi? Iymonsiz kishilar jahannamda doimiy mahbus bo'lib qoladilar. Ularga o'lim yo'q. Ammo gunohlari kechirilmasdan jahannamga kirgan osiy mo'minlar gunohlari miqdoricha jazolanib, so'ng do'zaxdan chiqadilar va jannatga qaytib, u joyda qoladilar.
Gunohkorlar islom diniga e'tiqod qo'ygan va lekin o'zini tuta olmay gunoh qilgan kishilar musulmonlikdan chiqadimi yoki yo'qmi? Chiqmaydi, ammo fosiq va gunohkor bo'ladi. Gunohkorlar do'zax azobidan saqlanish ehtimoli bormi? Alloh taolo kechirgan ba'zi bandalar do'zaxga emas, jannatga kirishi mumkin. Alloh ba'zi gunohlarni kechiradimi? Agar xohlasa. Alloh qaysi gunohlarni kechiradi? Har qanday gunohni kechirish Allohning ixtiyoridadir. Alloh odildir. Yana chin ixlos bilan tavba qilgan kishilarning gunohdan ketishga Alloh va'da qilgan. Bevaqt vafoti tufayli tavba qilolmay o'tgan mu'minlarning gunohlari kechirilishi mumkinmi? Payg'ambarlarning va boshqa solih kishilarning shafaatlari sabab bo'lib ko'p kishilarning gunohi kechirilishi mumkin. Farz va vojib amallarni qilgandan so'ng sunnat amallarni qilgan kishilarni Muhammad alayhissalom shafoat qiladilar. Payg'ambarlarning va boshqa solih kishilarning shafaatlaridan mahrum bo'lgan gunohkorlarning ham gunohi kechiriladimi? Alloh kechirguvchi, marhamat ul zotning o'zidan. Ammo Allohning marhamatiga tayanib gunoh qilmoq joiz emas, chunki Alloh qahrli hamdir.